erini norozi qilgan ayol jannatga kirmaydi. Ayol kishining jahannamga ketishligidagi bosh omillardan bittasi erini qadriga yetmaslik, eriga nonko'rlik qilishlik, eriga itoatsizlik qilishlik. Hatto payg'ambar alayhissalotu vassalom takfurnal ashira deganlar, kufr kalimasi bilan ishlatganlar. Eriga kofir bo'ladi. Eriga, oilasiga nonko'rlik qiladi. Shu ayol jahannamga ketadi. Allomiy oxir zamon bo'lmaydimi? Qur'onni bu yoqdan o'qib, bu yoqdan chiqib ketadigan bo'lmaydimi? Arabchada shaqqillatib gapiradigan, hadislarni taqqillatib beradigan xotin bo'lishdan qat'iy nazar, eriga itoat qilmasa, ya'ni ma'ruf ishlarda eriga bo'ysunmasa, erini aytganini qilmasa, eri kel desa kelmasa, bu ayol jahannamga ketadi. Hadis bu.